Eron Amerikaga aytdi: "Agar sen bizani portlarni blokada qilib, tahdid qilsang, Fors va Omon ko'rfazidagi biron bir port xavfsiz bo'lmaydi. Hammasi bizani nishonda bo'ladi" dedi. Trampni miyasi ketib qoldi. Eronni qanday yengish mumkinligiga aqli yetmaganidan, o'zidan Iso payg'ambar yasab oladimi, to Rim papasiga sakrab ketadimi? Kongressda Donald Trampga Oq uy doktorini chaqirish kerak. Prezident Tramp aqlan sog'lommi yoki yo'qmi degan fikrlar aytildi. Sobiq CRU rahbari Jon Brennan impichment e'lon qilish kerak. Tramp psixologik kasal, u hamma uchun xavfli dedi. Eron mashmashasi Donald Trampni tupikka tiqdi. Eronda bitta Amerika uchuvchisini qutqarish uchun 3 ta samolyot, 2 ta vertolyot yo'qotildi. Agar quruqlikda askar olib kirilsa, yo'qotishlar dahshat bo'lishini Tramp tushundi. Prezident Trampni Yaqin Sharqda siyosati shunchalik ahmoqonaki, butun dunyoda narxni oshishga sabab bo'ldi. Amerikani o'zida bugungi kunda benzinning narxi deyarli 30% ga oshdi. Urushgacha Hormuz bo'g'ozidan kemalarni o'tish mutlaq tekin edi. Endi Eron tranzit uchun pul undirib, har yili byudjetiga 96 milliard dollar to'ldiradigan bo'ldi. Bu mojaroda kim yutdi desangiz, Eron yutdi. Ham dunyoda mavqeini ko'tardi, ham o'zi 7 uxlab tushiga kirmagan joydan milliard dollar soha qilishni boshladi. Siz qanday fikrdasiz?